Hello do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Z9. Bugungi videomizda qishloq bilan build battle quruvchilar jangini olib olamiz. Qishloqqa salomlash. To'xtab tur qishloqqa. To'xtanglar. Qishloqqa kamerani boramiz. Qishloqqa salomlash. Bugungi videomizda nima demoqchi eding? Quruvchilar jangini olamiz. Qishloqqa albatta yutqizsang kerak. Aytgancha sen bedrockni buzdingmi? Ya, bana bobom birod. Sen bedrockni chiqib ketdingmi qishloq? Qishloqqa nega bedrockni buzasan? Qishloqqa o'ylaymanki, obunachilarga ovozing yetyapti. O'ylaymanki, men yutaman, sen yutqizasan. O'ylaysan, lekin real hayotda unday bo'lmaydi. Bo'pti, kim birinchi? Sen birinchimi qishloqqa? Qani turchi? Yo, men birinchi qilay. Yo'q, qoch, men birinchi qilaman. Nima tusharkan qani? Olib oldingmi? Olmabsan. Xo'p, qani bu? Bu nima ekan? Hozir do'stlar bilib olamiz. Bir kishi qamoqxona qurar ekanmiz. Masala bizga tushgan narsa qamoq qurar ekanmiz. Men bu borada yaxshiroqman deb o'ylayman. To'g'rimi qishloqqa qura olasanmi yoki yo'q? Men qamoq bo'yicha professionalman. Mayli. Xo'p, davay. Qishloqqa, xo'p, oq burchakni tanlaysam ko'kmi? Men misol uchun turganingdan bilib oldim. Bo'pti, mayli, bo'lmasa biz qamoq qurishga ketdi do'stlar. Bir kishi qamoq qarayapti. U qishloqni qaranglar, ketdi, tushdik. Oppale, hamma yoqni tekshiramiz qishloqqa. Kirisa qishloqqa. Qishloqqa kirisa ochib qo'yibdi. Poylamagin, tushundingmi? Nimaga poylayapman? Mayli, biz qamoq qurishni boshlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsalar bedrock ekan. Yo'q, do'stlar, biz qishloqqa istib qolmasligi uchun bu narsa qilamiz. Qaranglar, hozir biz do'stlar qamoqni mana shu blokdan quramiz do'stlar. Albatta, qishloq o'ylaymanki, meni to'g'rimda turibdi. Mayli, bizga qishloq sen bilan qatar ekan o'yin. U bir kishilik degan ekan, mayli biz 2-3 kishilik ham qilib yubora olamiz do'stlar. Lekin video cho'zilmasa bizga bo'ldi do'stlar. Do'stlar, aytgancha qishloqqa eshityapsanmi? Nima? Bu videoga nechta like kelsa ikkinchi qismini olamiz. Deb o'ylaymanki 10 ta. 10 ta? Kela qol, shuni 15 ta qilaylik. Mayli, 15 ta bo'lsa 15 ta do'stlar. Do'stlar, agar videoni ikkinchi qismi chiqishi uchun 15 ta podpiska kerak do'stlar. 15 ta like qilib bersalaring, biz sizlarga ikkinchi qismini qishloq bilan olamiz. Qani go do'stlar. Qishloq quryaptimikin, nima qilyapti ekan qishloqqa? Qiziq bizga. Bizga buni kerak yo'q. Xo'p, qurishni boshlaymiz. Uzr do'stlar. Videoda kamchiliklar bo'lsa, biza borimiz shuda do'stlar. Nimasi bo'ladi? Do'stlar, qachon 200 ta bo'lamiz bunda? Qishloq bilan video olayotganimizga yarasha 200 ta bo'lsa, nima bo'ladi do'stlar? 200 ta bo'raylik. Chotki, qishloqqa telefoningizni zaryadga qo'yibsanmi, bilet? Voy, bilet. Hop. Telefondan zaryadga sochib qo'ygan ekan. O'ynab yuribsanmi shundan? Haldan beri shunday. Xullasda do'stlar, kanalga podpiska bosib esdan chiqmasin. Tezroq biz ham 200 ta birga bo'lishimiz kerak, to'g'rimi qishloqqa? To'g'ri. Mayli. Qishloqni biz shunchaki bot deb ataymiz, to'g'rimi? Qani kim chiroyliroq quradi bu videoda do'stlar? Buni kommentariyada baholashlaring mumkin deb o'ylayman. Cho'tta netda men topolmayapman.
Hozir topaman do'stlar. Topaman. Shu panjara qaytdi. Voshshi yo'q, qishloq sen panjarani qayerdan olding? Olmadingmi sen hali? Ya, ko'rib turibman ekan. Nima turgan ekan? Shuni bilmaysanmi? Yo'q, qishloq sen nima deyapsan o'zing? Sen hozir men seni ko'rasan hozir. Qamoqda voshshi zo'rini qurib yuboraman. Bu narsalar o'zi belgilaydi qani? Ho. Kim cho'tga qurar ekan? What the fuck bu nima? What the fuck do'stlar? Bo'pti, davay do'stlar. Aytki endi joy quramiz. Endi anaqalar uchun nima bo'lar? Anaqalar uchun xullas 1-2 qamoqda yashaydigan shular uchun biz hozir anaqa qilamiz. Yotoqxona. Menimcha yotoqxona qilish yotadi odamlar endi birisi qamalgan odam ham yotish kerak. U yoqda yotadi-yu. Mashqa qilmaymiz. Kim qamaymiz do'stlar? Biz betga like bosmaganlarni qamaymiz do'stlar. Xo'p. Do'stlar, chotki o'yin bo'ladi. Chotki. Do'stlar, bars. Inglizchasi bars bo'lar ekan do'stlar. Biz endi betga nimalar qo'shishni bilmayapman do'stlar. Mayli. Mana shunaqasiga bundoq qilib, mana shundoq qilib qo'ysak, menimcha qishloqqa bizda xato topmaydi degan umiddamiz. Xato topdi. Qaranglar. Qamoq loyku qishloqqa nima qilyapti do'stlar? Mana shunday qilib ochamiz, kiramiz. Ili maktabda gadoy turadi. Gadoy, sen. Nima o'zingni? Do'stlar. Chivordi. Xo'p, o'ylaymanki biz oyog'im o'p chiqani. Vahaha. Haterlar mana haytlarni qo'yitchilarni ishga qamaymiz do'stlar. Bilsalar bo'pti. Davay biz shunday qilamiz. Ishda yotadi. Kapni berib yotadi. Yo'q do'stlar, betga cho'tdan yetib bo'lmadi do'stlar, do'stlar, qaranglar hozir men qishloqqa mendan ayb topishini bilib qoldim do'stlar. Nima ayb? Qaranglar, bedrokni yerini bedrokdan qilmasam, qishloqqa aniq ayb topadi. Meni bu yerdan topmabsan, zeto, nasa, deb top ketadi-da qishloqqa bilasizlar. Shuning uchun biz yaxshiroq hamma narsasiga nozik hollarigacha e'tibor beramiz do'stlar. Endi qishloqqa odam emas-ku, odam qishloqqa ham. Brat, u oyoqlari bilan kiryapti. Brat, o'z oyog'ingiz bilan qaytib ketganingizni bilasizmi? Qamoqqa kelib qoldingiz. Sakrab turib solyapman. Qochdi brat. Maychi, qolamiz. Qurishimiz kerak do'stlar biz. Video albatta qiziqarli bo'lgan umiddaman. Qiziqarli bo'ladigan umiddaman. Menga brat, qamalgisi kelyaptimi siz? Bunaqa endi o'ldirmaguncha voshshi. Yo'qalay, menga endi ko'p ham so'kinib bormaydi deyapman do'stlar. Shu like podpiska bosib qo'ysalaring, yaxshi bo'lardi. Quramiz. Video yo'qmi? 8 minut bo'lib ketdi video qilganiga. Qishloqqa cho'ta jim bo'lib ketdi do'stlar. Men ish qilib yuribman, sen nima qilyapsan? Qo'lima qilyapman, nima edi? Boridan rasvoyini chiqardim. San rasvoying chiqibdi hozir. Mana shunaqa yotoq joyini qilmoqda do'stlar. Ideya kelib qoldi. Mana qaranglar. Mana uni sotmaymiz. Liderman. Mana makka o'tdi. Bitti. Tak. Nima solamiz desalar, hozir men sizlarga mashina o'rgataman. Rahim shafqat yo'q bu dunyoda. Tak, bo'ldi, meni qamoqxonam bo'ldi. Qishloq seniki-chi? Bo'p qoldi. Mayli, menga baribir. Ishigimiz bekilmayapti, cho'ta. Do'stlar, bu botman-ku. Nimaga bunaqa qildim? Voshshi, do'stlar.
Mana cidden ikki xalaq berdi-da. Ya, qishloqi bo'ldingmi? Bo'ldim. O bo'pti qishloqi. Qaramay turib chiqib tur bazaga. Biz mana bir to'g'rilab qo'ymasa, qishloqida ayb topadi bizdan bor-ku. Qishloqi ayb topadi deb buncha xizolat bo'lmasangiz, demanglar. Qishloq o'zi turibdi. Men buyuk batirlarda yutqizadigan o'xshamayman. O'zim ham yutqizim kelmaydi. Xo'p, qishloq tayyormisan? Chiq bazaga, men qaramay turibman senikiga. Xo'pda. Menikini ham ko'ryapmangina qishloqi. Chort bu. Ko'rgan. Ke. Bo'pti. Xo'p, kimniki birinchidan? Birinchi men tanladim. Davay seni. Sen birga ko'ra qol meniki. Dali. Hoppali. Nima bu? Nima qilyapsan? Voy, eshitishligini qara. Bu yerdan chiqib ketsa ham bo'ladi-ku. Loy quribsan, voshye. Loy. He, zo'r, zeto. Qanaqa ham qurasan, shunaqa ham qurasan, voy jinni. He. Sen oldin ichkariga kirib ko'raylik. Davay ke. Kirib chiqani. Voy not. Bu yerda qara. Hey, jinni bo'lib qolsan. Artinalar. What the fuck seni? Artina boryapman chunki. Nima deyotgan? Yotlab gapir, bo'pti. Qani endi senikini ko'ramiz. Chiqchi. Qishloqi. Qani, meniki albatta zo'r bo'ladi. Sen yutqizasan. O'zingga katta nima berma. Video nima bo'ladi? Nima? What the fuck? Qishloqi sening do'sting-ku. Ma, qishloqi bu sensan, qarab tur. Kutiga tepamiz. Hazilashdim. What the fuck? Nima bu? Qamoqmi do'stlar? Qamog'ini bo'lmay, ot tutganmi senga? Toma qilsam, obunachilar aniqlaydi kim g'olibligini. Bu yoqqa chetroq yotganda men obunachilarga gapim bor. Nima? Ha, qishloqi gapir. So'yla. Yo'qol zombi. Ha, qara. Men videoga to'g'ri qaradimmi kameraga? Ha. To'g'ri qarading qishloqi. Agarda shu videoga 15 ta like qo'yib, mening yana chiqishimni ko'rasizlar. Qilichingni yo'qotib gapir, obunachilarga ham shunday gapirasanmi? Ha, bo'ldi, hozir bo'lmasdi. Yo'q qilamiz. To'xtab tur deysan. Yerni buzma. O'zing yeringni buzyapsan. Uzr, kirishib ketdim. Menga qara, gapirmoqchi edingsan. Qilich tashlab yubordi do'stlar. Yerga ko'mib yubordingmi? Ha, nima qilay? Liderman-ku. Hozir 15 ta like bor bu videoning ikkinchi qismi. Ha do'stlar, qishloqi zo'r deb yozib ketinglar. Qishloqiga o'ldan 100 deb kommentga tashlab yuboringlar. Bu zeto qurgan loy-ku. Davay, bo'pti, mayli, o'zing bilasan. Sen qurganing seniki loy aslida. Bo'pti, endi keyingisi nima bo'larkin? Kel chiqib ko'raylik-chi. Qishloqi. Loy quribsan shu joy devorni ham. Shunaqa ham quradimi? Voy. Bo'pti, hali meni yomonlashdan boshqa ishing yo'qmi? Qanisan qishloqi? Men gapirganim. Davay, bos. Qani qishloqi bos. O'zim bosaman hozir. Nima tushdi? YouTube logo tushdi. YouTube logo? YouTube'ni quramizmi? Yes, do'stlar. Mayli, YouTube'ni quramiz. Ketdi. Hozir biz shunaqa nimalar ketadi, do'stlar. Hozir to'g'richa qurib video yoqaman. Do'stlar, mana shunaqa bo'lardi. YouTube'ni logosi teskari qilib qo'yibmiz. Qanaqa bo'lsa ham qishloqnikidan zo'r bo'lsa bo'ldi, do'stlar. Tan olaman, qishloqni o'pti bor ekan. Nimada? Qishloqni o'pti bor ekan. Qamoqxona qurishdan mendan yaxshi quribdi. Mendan zo'r emasga. Bo'y. Mana shunaqa chiqadi. Men shunaqa bo'lsa kerak. Chunki
Minecraftda uchuvchi uncha qilib bo'lmaydi. Uchuvchi narsa qura olasizlarmi do'stlar? Piramida qurishi mumkin, piramida. Lekin uchuvchi narsa umuman qurib bo'lmaydi. Qishloq bo'ldingmi? Yo'q, hali bo'lmadim. Mayli. O, cho'tki chiqdi bizda. Qishloqqa poylamayotganmikan? Qishloqqa har bir qadamnikingdan ko'rib turibdi, albatta. Bilib qo'ygin, ha? Do'stlar, qaysi biri cho'tki? Do'stlar, hozirmi qishloqqa kutib zerikdim. Videoni yoqarman. Do'stlar, qishloq chiqishini kutamiz. Yo'qale. O'lgan. O'lmabdi. O'ldirdim baribir. Kibr deb yozmanglar, kibr deb yozmanglar. Tak, cho'tki. Xo'p, qishloqqa sen tanlading, endi senigini ko'ramiz. Qani ketdi. Yo-mayo, YouTube'ning logosi qiyshiq bo'ladimi? YouTube qiyshiqmi qishloqqa? Yo'q, men o'qishda tanladim. Sen YouTube kanal yuritganing uchun ham shunaqa bo'lgan. Qishloqqa mayli, shunaqa ham loy bo'ladimi do'stlar? What the fuck? Buni what's mayli, yuraqo. Bo'pti, yuraqo. Chiqaning. Baba, men sendan zo'r qilardim. Yo'q, chiqdingmi? Ha, kelyapman-ku. Chi bilamasang? What the fuck? Qishloq bilan video olmayman desam. Mayli, qishloqchi. Qo'pari. Mana YouTube'ning logosi. Nima? Tagi qora emas-ku. Nima? Sen shunaqa qurasanmi? Jinni YouTube'ning logosi shunaqa bo'ladi. Hozir bitta ko'rsataman senga YouTube'ni. U nima bo'lganda ham o'zing bilasan, lekin tagini qora qilmabsan. Nima? YouTube'da qorasi bormi? Bol. Tagini qora qilmabsan-ku. Ham bir mal. Minus senda bir mal. Yo'q, qishloqqa. Men ham qora qilmoqchi edim. Mana bunaqa bor. O'zing bilasan, lekin borku. Sen o'sha qorasiz-da? Sen poylabsan, cho'tki poylabsan. No, qamoq va logo. Davay, ikkinchisini men tanlayman do'stlar. 3 ta raunddan iborat, do'stlar. Xo'p, tak qishloq qani turchi. Oppa. Qayqa tushdi, ushladimi? Oldimmi? Qamoq deyaptim. Mana bumikin. Yo'q, sen olmadingmi qishloqqa? Yo'q. Otmadimikin yo'q, boshqa yo. Dali, hozir to'xtaylik. Xo'p, tak. No, mayli, nima edi o'zi? Do'stlar, yana hozir to'xtaylar. Ha, mayli do'stlar, o'zimiz любой narsani qurib ko'ramiz. Texnik nosozlik sabab do'stlar, shunday bo'lib qoldi videomiz. No, mayli. Qishloqqa. Nima quramiz biz? Ha, bo'ldi, esladim. Nimaligini esladim. Yo'q, zombi emas edi. Men qurganimki kompyuter plus stream. Men axir buni bilaman. Men qurganman-ku axir buni. Chalkashtirib qo'yganimda oxirgi kompyuter plus stream xona. Davay quramiz, kompyuter quramiz. Bor qol. Oppa. Mana shu yerga kompyuter yoki stream xonani quramiz do'stlar. Xohlagan bilasan, o'zingga moslab qurib tashavir. Do'stlar, biza hozir do'stlar biza hozir biza kerakli narsa mana shu keyin hop, yo'q. Mana shu keyin nimaga nomini aytmayapsan sen? Albatta nima desa bo'ladi? Ko'chirib olmasligi uchun qishloq. Senlar ikki dunyoda ham ko'chirmayman. Nima deyapsan? Qo'liga aytaman. Sen daqa jinnilarni ko'chiraman deb o'ylayapsanmi? Ko'rasa hozir. Do'stlar, mana shunaqa bo'lsa, menimcha ozgincha bo'lsa ham stream xonaga. Bunaqa emas, do'stlar, bunaqa emas ekan. O'ylaganimda. Hozir bu narsa, короче, qilib o'tirmagin, katta kompyuterimni o'zing bilasan, xohlagancha stream xona qilaver, lekin men bilan teng vaqtda bo'lishing shart.
Nu o'zimni streamxonamga o'xshatib qilishim kerak. Voy sen kompyuterda o'ynaysanmi demanglar, kompyuterda o'ynayman. O'zim taxtadan bo'ladi, stolda. O'ylamanglar men unaqa kompyuterda o'ynayman, lekin taxta stol. Menga aytib qo'ydim do'stlar, aytib qo'ydim. Qishloqqa va ko'chirmani mayli, ko'ramiz qanchalik nima qilishga. Uy qilib o'tirmayapsanmi qishloqqa ish qilib? Yo'q. Yo boban. Do'stlar qarab turasizmi? Cho'tki rasmni qo'yaman. Shundan zo'r rasm qo'yaman. Maylash tushdi. Bizga baribir hozir klaviatura qo'yamiz do'stlar. Klaviatura mana shu yerda turardi do'stlar. Uzr so'rayman. Bunga mishkachasini qo'yamiz do'stlar, mishkachasini. Даже bo'ldim men qishloq sen bo'tsan, sen rosa ham sekin bo'lasan. Unda dekoratsiyaga biror narsa qo'yib qo'yamiz do'stlar. Mana shuni olamiz. Sen meni nima qilayotganim bilmaysan-da. Sen loy narsa qo'yapsan borku. Cho'tki bo'lyaptim do'stlar. Menimcha uncha-munchaga o'xshayaptimi yo'qmi? O'zlaring kommentariyada belgilab qo'yinglar do'stlar. Albatta men o'zimga katta baho berib onam sinib bolasi. Bilasizlar do'stlar. Papier bo'lib qolgan ekan do'stlar. Shunaqa bo'lib qog'ozga aylantirgan ekan. Kompyuterxona deganimiz do'stlar. Do'stlar, bu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlayotganlar bor. Xohlayotganlar uchun albatta like bosib qo'yinglar. Men xohlayapmanmi yo'qmi? Sizlarga qiziq bas-ku. Sizlar xohlaysizlar.